Kahoot'lerinden bo'ldi. Hello. Qachon uyda qo'noqlar bor. Vloglarda tushiruvdan maqsad. Rayonlar bitti ne? Parij var ya? Ha? Parij? Любовь в мелочах deydi. Bugün günlerden salı. Kahoot'lerinden bo'ldi. Planshetimning ekrani siyahlı. Kaz besiyo bo'lib, екі жақ тең болу керек та, не жақ бетке ықлас өтеді. Сонда бесеу боласыз ба? Сөйтіп, мына жерде сұраулар бар. Ана баяғыда ойнадық қой неге? Короче, мен импульсті беремін. Бүгін Нәшеннің туған күні. Поэтому тусовкаға шықтым. Ғана телефонда кайф. Bir qarab жоқып кетті өзіңізді. Сонда мен сеттім ғой. Алло, всем. Ана, досың қата жүр ана? Нүе? Пеш бұл елен. Туған күннен келдім. Шаршап. Алиса, поставь музыку. Айрыл таң. Ұйқыға келдім. Ұйқысырап. Подробно айтып беремін. Кеше клиникадан кеш қайттым. Сөйтіп қайтсам үйде қонақтар бар. Ағайын қызларында. Содан кейін мен сабақтарда отырмын олар келген уақытта. Мынаған қара. Қызларменен шоппинг қылмасаған көруге қылдық, бірақ крупный емес та, нормально. Қысқасы бұл филингді түсіндіре алмаймын. Остановилась ба? Сәлем әлем. Жаңа клиникадан келдім. Шашып тұрмын, бірақ ауқатланып, бүгін түнде үйді уборкалап, ертеңгі қала күнге ешқандай жұмыс қалдырмай қоюым керек. Бұл влогларды түсіруден мақсат, тек арғы мақсат. Бұл видеоларды көргеннен соң, яғни 1-2, ямаса 5, ямаса 10 жылдан кейінгі айсенем кішкентай уақытында жас уақытында қандай болғанын һәм сол уақытта, яғни мына видеоны жылдар өтіп көріп отырған уақытында қандай болғанын, қанша дәрежеде өскенін, қанша дәрежеде өзгергенін, тек қана сыртқы түзілсе емес, ішкі түзілсе, ой өрісі қалай өзгергенін көру, байқау, салыстыру үшін түсіріп отырмын. Умарым көргенімде қуанамын. Яғни өзімнен мақтаныш сеземін, себебі Айсенем қандай еді, кейін қандай болды дегендей. Ничего. Атың кім? Адым.
Qayerda turasan? Ben sizga. Nimaga? Zaburishka. Nima degan? O rayonlar betda ne? Parij bor. Ha? Parij? Parij o? Ana. Su. Parij вообще-то Fransiyada-ku. Hop. Biz betda da bor. Qo'y. Yikuga birimiz. Qimmat ketadi. Еще net spirit. Qizlar menen fotosessiya qilish uchun keldi. Bo'lagu. No, ketet YouTube'ga. YouTube'ga. Tunde ne qilib o'tir? Qarang'ida kutamu. Oldi. Fotosessiyadan qaytdik. Ovqatlanib, shaynab, ertangi o'quvga tayyorlanayotgan. Manglayim. Mana nesi? Ko'zimiz bo'lib ketgan. 345. Bunda lampalarni berib qo'yadir. Уборка islayman deb ham уборкаga da ulgurmadim. Biroq bozorlikdan al Instaga ko'rgizib berish uchun suratlarimni bo'lsa yili tayyorlamadim. Tunmen uxlamay bo'lsa-da saboq tayyorlab, so'lardan birdan apparat qo'yishim kerak. Sessiya menga qattiq unadi, zo'r kadrlar alınıb, prosta turum taksi islab turadi. So'dan keyin menimcha turum yoqmadi, biroq atak algan kadrlarim Pinterest'da turib prям. Bugun kosmetikaga borim kerak. Любовь в мелочах deydi. Сондай. Азгына заталым, biroq yuzim uchun juda zo'r topib qoldi. Mana qashdan foydalandim, sirtdan ko'rinib turibdi. Huli tislab tashladi. Cleanser, umyvalka. Men oldin penga foydalanатын o'ynadim. Mening Edge'ning. Bu to'sildi. Ham, конечно, Roundlab'dan Don Up SPF. Bulam to'silib turadi. SPF bu yozda da qishda da kerak. Ham albatta Lux Visage. Bu Bratdan qo'yulovni oldim. Sebab güzgel. Turum hozir ham taksi ishlab turibdi. Asosiy shashim. Qara. Buradan qora artmayman-da, shunday milliard. Besiq shayxaga turib, besiqning ostida olib qo'ydi. Qalay. Tragediyami? O'shalar kerak emas. Hey. Qisqasi ertangi kunda ko'rsangiz. Bizlar nega boramiz laboratoriyaga umrimizda birinchi marta? Kimgadan? Nima deb aytsak? Eshitmay qolma. Qizlar. No telefon sotmaydi. Shoq bo'lsa? Ko'mak. Telefon olib kirgan bo'lmaydi ekan. Laboratoriyaga borib keldik, ko'rdik. Qon gruppasini aniqladik. Asını ne qildik? Короче, laboratoriyadagi ikir-chikir narsaga ko'rdik, biroq amalda qon gruppasini aniqladik. Biroq suruga bo'lmagani грустно. Енді жақтыны мына жерге түсіреміз міне. Сол. Hammasi o'ng'ondan bo'lmaydi. Sekretariya bo'ladi. Pedri'nin kızıl kartochkası tabii. Ben Sergio Lopez, Relevo'dan. Oyun okurdaki vaziyet Barcelona'nın zahir orada. Kecha Real bilan Barsa o'ynadi. Real o'tdi. Kamavinga va Tchouaménini birga o'ynayotganingizda nimani maqsad qilganingiz? Kunlar o'tdi. Ko'zimiz ekan. O'lchamay uxlayverdim. Bir kun 8 soat to'liq uxlaganman. So'ng o'zimga
Zakovat quizga qatnashacakmiz. Quizers. Birinchi deb oxirimda. Yes. Biz O'ylanmayman. ne berib shu kerak? 6-chi raundga endi keldik. Ayolning boshidagi tojdir. Bizning aramizda ne bo'lmadimi? Ал айтқанша сілерге алма дұрыс. Не? Сілерге безлимитный. Hammaga salom. Bugun oyanmasdan boyandim. Qalay ketdi. Kun o'tib ketgan. Ko'zim kundagidan ko'ra az isgan. Biroq betim negadir qop-qirib o'tir. Negiza aspiraq qo'yib beradigan. Yernim как yerin. Yernim как губы. Kirpiklarim ham podvязать etib biroq boyavatib yetdi. Azanqa İngilizce dramani kirpiklarim menen как жасадым. Şöyleyim. Men gistologiyaga ketdim. Ahmetlang aytmoqchi men gistologiyadan kahut tuzib keldim. Yana gutpadag'lar qiynab. Bir tutadaymi? Fu masan. Shaxsi baha. Niye tutmalı? Krater. Aydın. Al yaxshi al, amal jattir ustoz yaxshi. Telefon. Taxonni sadi balansı bersa. Sabi bigadam. Abbas. Sonday. G'uj. Karşı ne var? Nomad degan var. Nomad. Ya, tushuntirib men so'zlashdan turib, birga qoldiramiz. Belgili qanday qanday tushib olasiz, o'zi so'ng protsess bo'ladi. Aradan ko'p vaqt o'tdi. Men klinikaga keldim. Anatomiya saboq tayyorlayapman. Men vlogni to'g'ri qo'yayin. Yat bo'lib ketdi уже. Vlog tushirayotganimdan unutib ketganman negisi. Sorry. Not sorry. Bye.